Bunaqangi uylarni qurish oson, lekin odamlarni ishonchini qozonish eng qiyini bo'lib qoldi. Bugungi kunda o'zini qurayotgan uylari va insonlarning ishonchini qozonish bo'yicha odamlarga o'rnak bo'lib kelayotgan Dilmurod akamizni huzurida mehmondamiz. Dilmurod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Aka, sizni media sohasida juda ko'p odam taniydi. Shunga to'g'ridan-to'g'ri savolga o'taman. Qurilish sohasiga kirib kelishingizni birinchi sababi nima bo'lgan? Qurilishga endi oldindan qiziqqanman. Ko'p intervyularda ham gapirib berganman. Mani bobom o'zi bir qishloq yaratgan. O'zi qirra tepalikdan chiqib, suv, svet olib chiqib, gaz olib chiqib, yonlarida maktab qurib bir katta qishloq yaratgan. Vazirlarimiz o'zi borib, o'sha bobomning nomini qo'ygan O'rinboyevot qilib, men motivatsiyam shu bobomdan olganman. Shuning uchun qurilish sohasiga, yaratuvchilik sohasiga qiziqish bor. Birinchi qurgan uyingizni eslaysizmi? Birinchi endi yoshligimizdan uyda tovuq kataklari yoki molxonalar qurgan endi hisobga olmasak, katta qurilishga bundan 11-12 yil oldin kirib kelganmiz. O'sha hozirgi So'riklet tomonda Go'zal mahallada birinchi 6 ta podyezddan boshlaganmiz. Dilmurod aka, bugungi kungacha nechta xonadon qurdingiz? Agar o'lcha oladigan bo'lsa, loyihalarimiz bir 10 dan oshiq, 15 ga yaqin, kvartira soniga, xonadon soniga oladigan bo'lsak, 10 mingga yaqin atrofida. 10 mingta xonadon. Bularning ichida eng sizni xursand qilgan mijozni eslaysizmi? Eslab qolganmisiz? Sotib olgan mijozlarning ichidan realnisini aytish kerak. Realnisi New Life'da bo'lgan. O'sha katta dom bo'lgan bizda. Endi katta obyekt qurishga katta xarajat ketadi. O'sha paytda bizda qurilishga ozgina pulimizga qiynalib turgan paytimizda bir katta kvadratli nijiloyga bir akaxonlarimiz kelgan. 80% oldindan hali qurilish endi boshlanayotgan joyga 80% pul to'lagan. Bizga pulga muhtoj bo'lib turgan paytimizda yana hoji onalari bilan kelib, biz bilan gaplashib, duo qilib ketgan. O'shan bilan biz ancha oyoqqa turib ketganmiz. Hozirgi kunda o'shada olgan joyda, даже nomini ham aytishim mumkin, Ataman degan katta bir turetska restoran qilgan, hozirgacha xalq xizmatida. Men ularni oldida har o'tganimda qaraganimda hoji onaga hali ham rahmat aytib o'taman. Ularda biznesi ham hozir zo'r o'chyapti. O'sha bizning obyektda qilgan, undan keyin qo'shimcha yana joylar ham olishdi yonidan, Qoptartada tepasidan yashash uchun o'zlariga joylar ham olishdi. Katta biznes imperiya qurgan. O'zi tajribamizdan o'tib kelyapti. Qanaqa ish qilmasin, odamlarni rozi qilib boshlagan ishda o'zini yo'nalishida ham yaxshi ketar ekan. Odamlarning roziligi birinchi o'rinda. Agar faqat o'z manfaatingizni o'ylaydigan bo'lsangiz, unda 1 yil, 2 yil, boringki 10 yil yaxshi yashashingiz mumkin. Keyin qiyin bo'ladi juda. Kam-kam hamisha xo'ramda bekorga aytmaydi. Odamlar manfaati birinchi o'rinda turadi. Ishonch, reputatsiya har doim birinchi o'rinda. Aka, bugungi qurayotgan loyihangiz Yangi Chirchiq haqida to'liq tushuntirib bersiz. Yangi Chirchiq biz endi oldin shahar markazida bir nechta loyihalar qildik. Kottejli garodoklar bo'lgan. Bizning ko'p joyda aytaman, vizitni kartamiz bo'lgan, Sayran Village va undan tashqari 15 ga yaqin loyihalarni qildik. Hozirgi kunda o'sha Toshkent tumaniga, Tosh oblast deymiz, o'sha yerga bir marta qadam qo'yib ko'rdik. Bu bizning Chirchiq shahridagi birinchi loyihamiz. Bu birinchi loyiha nima bo'ladiki, yangi joyga kirganingizdan keyin bu joyda odamlarga показательный qilishingiz kerak. Sifati bo'yicha ham, narx bo'yicha ham, chunki bitta yangi joyga, yangi rayonga kirgandan keyin o'sha joyda siz показательный odamlarga ko'rsata olishingiz kerak, sifat bo'yicha ham, narx bo'yicha ham. Shuning uchun shu loyihani tanladik. Lokatsiyasi bo'yicha birinchi o'rinda juda ko'p bosh qotirdik. 100 ga yaqin loyihalarni olib kelganda ichidan shu narsani tanladik. Chunki yonidan suv o'tgan. Konsepsiyamizda shunaqaki, hozirgi kunga o'xshab juda ko'p qavatli baland binolar emas, 5-6 etajli konsepsiyani tanlaganmiz. Va bu xavfsizroq bo'ladi. Bu xavfsizroq. Yana udobniy tomonlaridan biz eski SSRskiy paytdagi konsepsiyani olganmiz. Даже eng kichkina bir xona uyimizda ham 2 ta oynasi bor. Bu havo aylanishiga ham, odamlarga udobsizligi ham juda yaxshi. Masalan, bir xona uyi ham 2 xona qilsangiz bo'ladi. Dilmurod aka, sifatli qurilish qanday ajratiladi? Sifatli qurilish, siz o'sha proyektorovshingiz bergan narsadan oshig'i bilan ishlating, undan kam narsa ishlatmang. Oddiy armaturangizni ham markasi bo'yicha, litsenziyasiga qarab, g'ishingizdan tortib, betoningizdan tortib, hammasini litsenziyasi, markasiga qarab, so'z bilan ishlatish kerak. So'z, ishonch deganda, men bitta narsani bilamanki, ko'pchilik so'rashadi, ishonch nima yoki so'z nima. Hech kim qaramay turgan paytda siz vijdonan shu ishni qilsangiz, meni kimdir tepamda qarab turibdi yoki meni kuzatib turibdi degan narsani esdan chiqarib
hech kim qaramay turganda shu narsani siz astoydil qilsangiz, o'sha narsa so'z bo'ladi, o'sha ishonch bo'ladi. Biz shu narsaga harakat qilyapmiz. Bu qurilishga qanday mahsulotlar ishlatyapsiz? Hammasi standartlardan o'tgan, mana bu ham ko'rsangiz bo'ladi. O'sha bizda proyekt bo'yicha, loyiha bo'yicha berilgan hamma materiallar sifati, bizda har bittasining dokumenti, sertifikatlari bor. Ko'p joyda hozir masalan beton uylarda tashqi fasadingiz o'sha 30 sm atrofida bo'lsa, bizda 50 sm-lik bo'ladi. Bu yarim metr degan. Bu sovuqqa, qishdagi, yozdagi narsalarni klimatni juda yaxshi ushlaydi. Mana bu bizda gazoblok o'sha 40 sm-lik. Bundan keyin bizda bazalt bo'ladi. Bu bazaltdan keyin ustidan fasadni yig'ishimiz bo'ladi. Buni o'zi bizda 50 sm. Bu sovuq tugul o'q ham o'tmaydigan darajada qalin bo'lar ekan. Shunaqa. Gazobloklarimizni ham eng sifatli joydan olyapmiz. Bular 200 kilogacha ko'tarish qobiliyatiga ega. Masalan, kuxni mebellar ichida ilsangiz ham yoki katta mebellar, texnikalarni ilsangiz ham bemalol 200 kilogrammgacha ko'taradigan narsani qilganmiz. Romlarimizda ham hamma narsamiz sertifikati bor, sifatli narsadan foydalanyapmiz. Yangi Chirchiq loyihasi necha gektarga tushyapti va nechta xonadon bor? Keling, shu narsani hozir qurilish maydonchamizga chiqamiz, u yerda o'zingiz bilan ko'z bilan ko'rasiz, hamma savollarga javob beramiz. Boya aytdingiz-ku, yoshligimizda shu kichkina katta bo'ladimi, boshqa bo'ladimi qurilishga qiziqib yurganman. Necha yosh bo'lgansiz o'zi? Men 9-sinfimdan kelganman bu yerga. Toshkentga. Mehnat tagida o'sganmiz. Chirib katta bo'lganmiz. Orzuyim Toshkentni bir marta ko'rish bo'lgan. Ko'p joyda aytib berganman, anaqa kecha ham bolalar bilan 2 soat suhbat qildik. Motivatsion temalarda ozgina gaplashdik. Shu narsaga ishonasizmi? Men 8-sinfimgacha живой rus ayolni birinchi marta 8-sinfda ko'rgan. Ana qo'ng'iroq sochli rus ayol bor. Faqat televizorda ko'rganmiz, lekin birinchi marta 8-sinfda unda ham o'sha bobomga kelib oldin rahmatli Jo'rabekov degan vazirimiz bo'lardi qishloq xo'jaligi. O'shani o'zlari shaxsan borib, bobomga o'sha qishloq nomini qo'yib, o'sha yerda bir konsertcha qilib, tantanali ravishda topshirganda. O'sha paytda televiziyadan kelganlarning orasida birinchi marta живой ko'rgan. Taassurot qanaqa bo'lgan? Biz endi molxonalarning tepasida, devorlarning tepasida yosh bolalar bo'ladi, o'sha yerga chiqib olib, tomosha qilib o'tirganmiz. Ularni qo'llagan soy bo'yida, majnuntollarning tagida joylar qilib qo'yganmiz. Li yoqadimi o'zi sizga? Menga yoqadigan mashina faqat bitta marka. Lexus. Shu paytgacha faqat Lexus yurganman. Lexus. Birinchi olgan mashinangiz qaysi bo'lgan? Qanaqa emotsiya bergan? Birinchi Matizda yurganman. Endi Jigulimiz bo'lgan oldin, endi u dadamniki bo'lgan, lekin men Matizda yurganman. Keyin o'sha Spark olganmiz, Nexia olganmiz, shunaqa sekin-sekin Lacetti asta-asta ko'tarilgan. Bolalar podarka qilishuvdi buni. Xohlasa kelib qolish kerak yana. Nodan 570 samuray bo'lardi. Kara bu, mashina his qiladi. Men o'zi 50-60 ming maksimum probekdan oshiq yurmayman-da. O'sha где-то unday 2 yil yurdim. Sotib olib, hozir Amerikaga zakaz qilganman, 700 talikdan menga chiqqan. Nasib qilsa 2-3 oyda kelib qolish kerak. Bolalar podarka qilishgan vaqtincha yuribmiz. Yomon emas mashina. Umumiy maydoni qancha bo'lar aka? Umumiy maydon 1,5 gektar. 1,5 gektar yerga shunda nechta xonadon tushyapti? 590 ta. Kichkina smartrashib qilishayotganmiz. Kelgan klientlar kelib ko'radi. Bu loyihamizni mana ro'pa-rosa 6 oy bo'ldi boshlaganimizga. 6 oyda ichida 10 ta podezimiz ancha ko'tarilib qolgan. Bular o'zi 5 etajli, mana ular tomini yopishga tayyor hozirgi kunda. Tez ketyapti ekan, ustalar ko'p. Grafikimizdan chiqib ketganimiz yo'q. Grafikimizdan bir hafta oldinda yuribmiz, lekin hali orqaga o'tmadik. Xudo xolasa o'sha xalqqa bergan va'damiz bo'yicha 27-yil oxiriga topshirishimizga, undan nasib qilsa 3 oy oldin topshirishga harakat qilmoqchimiz. Qurilish sifatini so'radingiz deb o'ylayman. Men oxirgi bo'lgan voqealardan ta'sirlanganda, mana o'tgan yilda o'sha Istanbulda zilzila bo'ldi. Qancha odam o'lib ketdi-da. Bolalar ko'p bo'ldi. Mayli, hozir men bitta obyekt quraman. Bu joyda ertaga nimadir neto qiladigan bo'lsam, men qamalishim mumkin. Bitta o'zim qamalsam, bitta o'zim javob bersam mayli, lekin agar bu yerda qancha qora ko'z o'ladigan bo'lsa, bu narsa uchun men naryoqdagi yana dalcha javob berishim kerak. Bu o'sha vijdoningizga bog'liq narsa. Shuning uchun hamma narsani norma bo'yicha qilyapmiz va
Mana o'zi 5 etajli bino. 5 etajli binoga agar qurilish tushunadigan bo'lsangiz yoki ko'pchilik quruvchilardan so'rasangiz, o'zi lentishni fundament bilan ishlashadi. Bu arzonroq chiqadi, uni o'sha loyihachilar ham tasdiqlaydi. O'zi mumkin. Lekin bizda shu 5 etaj bo'lsa ham, buni fundamentiga o'sha podushkasi deymiz, 9 etajli domni podushkasini qilganmiz. Bu juda ham mustahkam. Bu o'sha 9-10 ballga bardosh bera oladi. Bu uyingizni tannarxini oshib ketishiga Tannarxi oshadi. U samo собой bu narsa oshadi, lekin biz o'sha tashabbulga sizga aytgandek endi qadam qo'ydik. Bu yerda birinchi o'rinda odamlarning ishonchini qozonishimiz kerak. Mayli, ko'p foyda ko'rmaylik, 5 ta qo'limiz tiqmaylik, kam bo'lsin, lekin shu xalq xursand bo'ladigan loyihalardan bittasini qilishni mo'ljallaganmiz. Kvadrat qanchadan uyingiz? Kvadratimiz ham qimmat emas. Siz o'zingiz aytdingiz, Farg'onada bir zapuskda ishtirok etdim dedingiz yoki Buxoroda. O'shalarni narxi bilan solishtirsangiz undan ham arzon bo'lishi mumkin. Shaharga yarim soatlik yo'l. Chirchiq shahari markazidagi joy. Kvadrat metrimiz 6 milliondan 8 milliongacha. 6 million. Korobka 6 milliondan 8 million. Korobka holatiga ham eshikromingiz bo'ladi, ichiga kommunikatsiyalar kirilgan bo'ladi, sho'tchikingizgacha hamma narsa bo'ladi. Bizi Farg'onada ham 10 milliongacha uylar bor. 7 milliondan boshlangan Bizning shu o'zimizni ko'chamizda ham $1000 atrofida sotishyapti. Nima uchun buni arzon qo'ydingiz? Bu bizada 9-10 etaj emas. O'zini tan narxiga biz aytganda, ya'ni 5 ta qo'l tiqmasdan ozgina qo'yganmiz. Mehnatimizga yarasha yetadi. Xalq foydalansin. Yana 24 oyga bo'lib beramiz. 24 oyga bo'lib olish imkoniyati ham bor. 24 oyga 5% hech qanaqa foizlarsiz 20% ni to'laydi, qolganini 24 oyga bo'lib beramiz. Zo'r, bunaqa arzon, lekin sifatli, haqiqatan ko'rinib turibdi sifatlilik aka. Mana kirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Men sizga eng kichkina bir xona uyimizni ko'rsataman. Oynalarni ham ko'rishingiz mumkin. Buni atela planirovkasini qildirmaganman, o'zim bitta podarkaga mo'ljallaganman. Shuning uchun o'zim sal boshqacharoq planirovka qilmoqchiman. Mana buni tashlab qo'yganman-da. O'zani bo'linmagan samozellar yo'q. Korobka holati shu holatda beriladi uy. Yo'q, mana ikkita oynasi bor, bir xona uy bo'lsa ham. Keyingisiga kirsangiz, uje o'rtadagi devorlari ham olingan. Hamma ichkaridagi devorlari olingan bo'ladi. Bu joyni men o'zimga qoldirganman. Shuning uchun sal boshqacharoq planirovka qilmoqchiman. Shunga hali ichidagi yig'ishlarini terdirmagan. Bir xonali uyimiz xuddi shunaqa bo'ladi. Necha kvadratdan iborat bir xona? Bir xona uyimiz 34 kvadrat. Menga uyingizni yoqqan tomoni ham shundayki, o'sha 50 million puli bor ham uy olish mumkin ekan. 50-60 million pul bilan boshlang'ich to'lovni qiladi, qolgan 24 oyga bo'lib beradi. Chiqsa oyiga 5-6 milliondan chiqadi. Mana bu 2 xonali uyimiz, mana 3 ta xonasi bor. Bitta spalni mana oshxona, zal, bu yerda sanuzel отдельный, tualet vannasi ham отдельный. Xaridor uy olayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rin. Ko'pchilik hamma shu savolni beradi. Qaysi quruvchi bilan intervyu bo'lsa shunga aytishadi. Birinchi o'rinda jizlatish kerak. Hamma aytishadi, lokatsiya zo'r bo'lishi kerak, lokatsiya zo'r. Lokatsiyani odam o'zi tanlaydi. Bu masalan, ota-onasiga yaqin joy tanlashi mumkin. Bu lokatsiyani birinchi o'rinda u mijozi o'zi tanlab bo'lgan bo'ladi. Undan keyin o'sha qurilishga keladi, uni sifatini, boshqasini tekshiradi. O'sha dvorga kirganda yoki uyga kirganda mana jizlaytsa, o'ziga ishonsa, olsin. Mijozingizga hech shunaqa gap aytganmisiz? Bu uyda olmang degan so'z aytganmisiz? Bo'lgan bir necha marta. O'zingiz uyingizni sota olmasligini tavsiya bergansiz. Endi odamga qarabdi, masalan, yoshi katta ota-onasi bilan kelganda, masalan, ularga noqulaylik tug'diradigan kvartirani tanlab qolgan paytlarda buni olmang, narigi blokdan oling yoki mana bu joydan havo yaxshi aylanadi, bunisini oling deb tavsiya bergan paytlarimiz bo'ladi. Eng qimmat xatoni qilgan mijozingiz bormi? Karantin paytida bo'lgan. O'zimiz men oldingi ishxonamda ishlagan bir nechta odamlarni jalb qildim. Karantin paytida savdo tushib ketgan. O'shanda shu eski ishxonamdagi bolalarni bir nechtasiga arzon qilib berdim. O'sha paytda Toshkent shahrida 4 million so'mdan qilib berganmiz. Bir nechtasi oxirida uni o'sha 15, 18, 20 milliondan sotgan, lekin bitta odam menga pul kerak, pulimni yechib bergin deb 1 oydan keyin o'sha to'lagan pulini yechib olgan. 1 yildan keyin 3 barobarga oshib ketgan. O'sha paytda bu kadrga emas, bu narsa haqiqatan ham men eski Realtors kompaniyamizda 3-4 ta bolaga qilib berdim. O'sha paytda o'zida bizda $500 edi, lekin 4 million so'mdan aksiya qilib 20 ta kvartirani so'yib olganmiz. Pul kerak bo'lganda. O'shanda eski bolalarga aytib, 5 tasigami 4 tasiga qilib berdim 4 million so'mdan. Bittasi ozgina anaqaga ketgandi. 1 oydan keyin men pulimni qaytarib ber, pulimni qaytarib. O'zi to'lagani 5000 pul to'lagan. $5000 pul to'lagan. Menga qaytarib ber deyapti. Aka, sabr qiling, 2-3 oy sabr qilsangiz ham pulingiz 2 barobar bo'ladi. Hozir karantindan chiqayotgan paytimizda yo'q, pulimni qaytarib ber. Bo'ldi, pulni oldik, qaytarib berdik. 2 oydan keyin kelib boshini ushlab
mana shu payt majburlab pul yo'q desang ham pulimni qaytarib bermasang bo'lardi-ku deydi. Afsuski. Lekin u bilan birga olganlar hammasi 3-4x oshganlar. Nurmat aka, $100,000 uyda 70 mingga qursa bo'ladimi? $100,000 uyi, menimcha uni 120 150 mingga qursa bo'ladi, lekin 70 mingga emas. Endi $100,000 deganingizda siz eng minimal tannarxini aytyapsiz-da. Undan ham yana tushiradigan bo'lsangiz, u uyni qurgandan ko'ra qurmagan yaxshi-da. Undan ko'ra molxona qurgan yaxshi-da. Quruvchilar hech qachon aytmaydigan sir bormi? Nima u? Oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda davlatimiz qonunchiligi bo'yicha hamma narsa nazoratda bo'ladi. O'sha loyiha chizib bergan narsa bo'yicha har oyda bizda 3-4 martalab kelib tekshiruv bo'ladi. Buni o'zimiz ham talab qilamiz tekshirishni, chunki bu narsaga o'zimiz javobgarmiz. Oddiy betoningizni markasini ham har bir beton kelganda tekshiriladi. Qurilishda ham bitta eng katta xavflardan bittasi o'sha ko'p quruvchilar qiladigan xato, o'sha arzon narsalarni ishlatib qo'yish. Bu keyin juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Boya aytganingizdek, o'sha o'tgan yili zilzila bo'ldi. Istanbulda qancha aholi qirilib ketdi. Buni oqibatlari esa shunga olib kelishi mumkin. O'sha loyihangizda qanaqa chizma bo'lgan bo'lsa, qanaqa loyiha bergan bo'lsa, o'shandan ko'p qilsa qilish kerak, lekin kam qilish kerak emas. Hozirgi kunda bor shunaqa quruvchilar ekonom qilish maqsadida ishlatishadi, arzon material, lekin oqibatlari juda yomon bo'ladi. 5 yildan keyin ham muammo chiqmasligini nima bilan kafolat qila olasiz? Endi bizda o'sha har bitta loyiha bo'lishdan oldin o'sha geologik tomondan, hamma tomondan tekshiriladi. Endi tabiiy ofatlar qanchalik darajada bo'lishini baribir hech kim insoniyat aytib bera olmaydi, lekin hammasi o'sha oldindan o'ylangandek, plandek bo'ladigan bo'lsa, normangiz bo'yicha qursangiz hech qanday xavf bo'lmaydi. Agar o'sha katta sunamilar yoki o'sha zilzilalar boshqalar, lekin bizda ham shu zilzilaning bardoshligi bizning seysmik faolligimizdan kelib chiqqan holda bizga beriladi. Bizda O'zbekiston sharoitida 9 ballgacha yaxshi qurilishlar. Agar bilmaysizki, mana 66-yilda eski uylar bo'lgan, 7 ball bo'lganda qancha Toshkent shahrida qancha talafot keltirgan. O'shani hisobga olib 9 ballgacha bizga beriladi. Baland etajlarda undan sal yuqoriroq. Odamlarga ko'proq bizning firma nomimiz Riverside Building suv bo'yida. Katta kanal o'tgan bu yoqda bizda. O'sha Botsuv kanali, eniga 30 metrlik katta suv. Yozda ko'pchilik shu yerda cho'milib yurishadi. Lokatsiyani tanlashimizda ham sizga boya ham aytib berdim, 100 ga yaqindagi takliflar bo'lganda, men shu joyni tanladim. Nimagaki Chirchiqda o'zi ikkita katta yo'l bor. O'sha Navoiy ko'chamiz bor, o'sha tog'ga ham chiqib ketasiz. O'shanga parallelni bizning bu ko'cha. Bu juda sentr emas, chet emas. Shahar markazi, как правительственный joy desa ham bo'ladi. Atrofimizda o'sha prokuratura bor, pasport stoli bor, ichki ishlar bo'linmalari bor. Yonimizda maktablar bor. Hozir Pedrinskiy kelgan bizning ko'chaga o'sha 300-400 metr atrofida o'sha katta suv o'tgan. Bu yog'imiz militsiya chas bir oylik armiyalarga kelasiz-ku, o'sha joyga kelasiz. Udobniy joy juda ham. Markazlashgan. Yo'limiz ham juda udobniyligi o'sha Yangi O'zbekistondan kelib o'sha Chirchiqqa qayrilasiz. O'sha bitta yo'lni o'zi shunda kelib bizning Toshkentga kelib tushadi. Uning ustiga biz o'sha Oqqovoq mostining oldidan suv bo'yidan o'zimizni loyihaga to'g'ridan-to'g'ri faqat o'zimiz uchun ishlaydigan katta yo'l qilganmiz. Hozir siz bu yoqdan aylanib keldingiz, bu yoqda suv bo'yidan o'zimizga faqat o'zimizga keladigan yo'l bor. Nurmat aka, biror marta zarar qilib bo'lsa ham sifatdan voz kechganmisiz? Sifatdan voz kechib bo'lmaydi. Zarar u quruvchida bir kunda, bir kunda zarar har doim ko'rishingiz mumkin, lekin birinchi o'rinda shu boya aytgandek reputatsiya turadi. O'zingizning hurmatingiz, obro'yingiz turadi. Mana shuncha qilgan loyihalarimni hammasini topshirganmiz. Hamma Xudoga shukr shu paytgacha mamnun. Bundan keyin ham bu narsani davom ettirishga harakat qilamiz. Arzimagan pul ishlayman deb xalq oldida yuzimiz qizarishini xohlamayman. Bu bizning reputatsiyaga to'g'ri keladigan narsa emas. Inkor eta olmaymiz, lekin shu qurilishning orqasidan mashinnik nomini olganlar ham bor. Juda ko'p. Oldingi intervyularda ham juda ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Men to'g'ridan-to'g'ri hamma narsani aytib tashladim. Mashinniklar ko'p. Odamlarning pulidan foydalanib, ularni finansidan foydalanib qura oladiganlar, keyin aldaydiganlar hozirgi kunda ham juda ko'p. Mana yaqindagina o'zim buni qo'ymasanglar ham bo'ladi. Meni nomimni sotib, bizning loyihaning nomini sotib, yaqinda bir joyda qurilishda janjal bo'layotgan ekan, odamlarga bizning nomini sotibdi. Biz ular bilan tanishmiz, qarindoshmiz degan narsani. Men o'zim keyin telefonim kamerasini ko'tarib bordim shu joyga. Men taniysizmi, yo'q dedi.
nimaga aytding bo'lmasam desam, tilimga kelib qoldi. Bizning nomimiz tiliga kelib qolgan, bizning nomimiz sotgan. Hozir bizning reputatsiyaga ta'sir qiladi. Quruvchini o'zi nima bankrot qiladi? Eng asosiy sabablardan biri. Quruvchini bankrot qiladigan narsa pul yechib olish. Oldin ham ko'p aytganman, o'zi qurilishni boshlashdan oldin yerni qarzga olib boshlash kerak emas. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda qurilishga sizni kamida 70-80% pulingiz yetmagancha qurilish boshlamang. Shu ikkita narsani ko'pchilik ozgina puli bor, yerni ham qarzga yoki bo'lib berishga oladi, qurilishga ham odamlarning puli bilan kiraman deb boshlaydi. Bu o'sha xato, u shundoq ham bankrotga ketadi. Uchinchisi, mana yer o'zingiz oldingiz va 70-80% qurilishga pulingiz bor. Undan keyin o'sha qolgan 30% ni siz xalq to'lagan puldan bitirmoqchisiz. O'sha xalq to'lagan puldan siz pulingizni yechib olishingiz sizning katta xatoyingiz. U quruvchining katta xatosi obyektni tugatmasdan, odamlarga topshirmasdan foydasini oldindan qisman bo'lsa ham yechib olish, bu o'shani bankrotlikka olib keladi. Boshqa maqsadda ishlatib qo'yadi pulni. Boshqa maqsadda ishlatib qo'yadi. Hali obyektni topshirmagan, odamlar bunga ishonib pulini bergan. Ularning haqqiga xiyonat qilib, uni pulini olib boshqa joyga ishlatishi u bankrot bo'ladi. Qurilish sohasiga kirmoqchiman. Necha pulim bo'lishi kerak boshlashim uchun? Boshlash uchun qiladigan shu loyihangizni katta kichkina hajmiga qarab. Agar bilmadim, bizda mana shunaqa o'rtacha 600 xonadonli uy bo'lsa, qancha pul kerak? Yerni sotib olsangiz, yerdan tashqari yana menimcha 3-4 milliondan kam pul bo'lishi kerak emas. Chunki uni sotuvi qachon bo'lishini bilmaymiz. Sotuvga ishonib ish qilishingiz noto'g'ri. Chunki odamlar siz ishingiz bo'layotganini ko'rsagina pul beradi. Hali hech narsani ko'rsatmasdan sotuvingizni ochsangiz, hech kim sizga pul olib bermaydi. 200 ming, 300 ming puli bor, qurilish boshlayman deyotgan yangi boylar bu sizlar uchun eng kerakli maslahat. 200 ming emas, agar 1 million puli bo'lsa ham qurilishga aralashmay qo'yaversin. Undan ko'ra o'sha 1 million pulini yangi shu qurilayotgan yaxshi joylarga investitsiya qilsin, 2-3 marta aylantirsin, undan keyin puli 2-3 barobar ko'paygandan keyin xohlasa keyin kirsa bo'ladi. Maslahatga amal qilinglar. Podvalni ham biz jiloga dokumentini chiqarganmiz. Uni ham oynasi quyosh tushadi bemalol. Aka, juda muhim, o'zim uchun qiziq savolda, quruvchini barakasi nimada? Quruvchining barakasi bilmadim. To'g'risi bilmayman. Menimcha to'g'ri ishlasangiz, hech kimni norozi qilmasangiz, xalq sizga ishonib pulini beryaptimi, o'sha narsaga xiyonat qilmasangizgina baraka bo'lsa kerak. Ota-onamning duosi. Eng qiyin loyihangizni aytib bering aka. Nasıl qiynalganingiz va nimada qiynalgansiz? Agar bitta ishni regularni, постоянно qilaversangiz, o'zi qiynalmaysiz, lekin bitta ishga yangi kirgan paytingizda qiyinchilik bo'ladi. O'sha men birinchi shu Go'zal mahallada go'zal proyektimiz qilganmiz, 6 tagina pod'ezd bilan boshlaganmiz. O'shanda qiynalganmiz. Chunki yangi sohaga kirib kelish, hali qurilishni juda yaxshi tushunmaymiz. O'sha etapdan o'tib olganimizdan keyin qolganimizga osonlashib ketgan. Birinchi shu loyihaga kirganimizda, qurilishga kirganimizda qiyinchilik bo'lgan. Finans tomondanmi, nima tomondan o'sha qiyinchilik? Sotuvdan bo'lgan. Chunki u paytlar hali bizning bozor ochiqmas edi, yopiq bozor edi. Hali propiskalar ochilmagandi o'sha paytda bizda. O'shanda sotuvga juda ham qiynalganmiz. O'zi bor yo'q 6 tagina pod'ezd, 4 etajli dom, lekin o'shanda ham sotuvga qiynalganmiz. Undan keyin o'zi juda yaxshi bo'lib ketgan. Yaxshi. Hozir juda ko'pchilik tadbirkorlar, ya'ni quruvchilar zapuskdan foydalanyapti. Bu qanchalik o'zini oqlaydi? Oldin yaxshi bo'lardi, hozir ko'rib turibman, unchalik oqlamayapti. Bu borada siz fikringiz? Menimcha bu ham joylashgan joyiga bog'liq bo'lsa kerak. Hozir viloyatlarda juda yaxshi bo'lyapti deb eshitdim. Bizda bilmadim, hali unaqa katta masshtabli unaqa zapusk qilib ko'rmadik. Bolalarimiz qilishdi, kichkina. Yomon bo'lmadi, Xudoga shukr. Lekin katta masshtabli qilib ko'rmadik. Viloyatlarda ko'pchilik quruvchilar qilishyapti. Men ular bilan maslahatlashib ham turaman. Ular ham maslahat berishadi, qiling deb. Lekin ularda yaxshi. Bizda hali masshtabni katta qilib ko'rmadik. Dilmurod aka o'zi uchun uy qursa qanaqa uy qurgan bo'lardi? O'zim uchun agar men Chirchiqda yashamoqchi bo'lsam, xuddi shu yerda yashagan bo'lardim. Men bu yerda bekitadigan narsam yo'q, hammasi norma bo'yicha qilinadi. Mana shu loyihamiz o'zidan men ikkita singlim olgan. Kuyovlarim bilan singlim olgan. Kichkina ukamga ham bitta podarka berganman. O'zingiz uchun qurgandek qurdingiz uyda. Hamma obyektni o'zimiz uchun qurganda qilamiz. Men o'zim qurgan loyihamni bittasida o'zim yashayman.
o'sha har bitta odam sotib olgan odamlar qatori отдельно o'zim uchun nimadir qurmaganman, o'sha qurilgan obyektda yashayman. Aka, bu qurilishda gaz va suvdan muammo yo'qmi? Hamma kommunikatsiya bor bizda. Hammasiga ruxsatnomalarimiz bor. Xudo xolasa uyaltirilmaydi. Nurmat aka, qanaqa bonuslar bor hozir sizda agar xarid qilishsa? Endi hamma quruvchilar har xil takliflar berishyapti. Kelaversin, qo'ldan kelgancha ancha arzon qilib skidkalar bilan qilib beraman. Undan tashqari mana har kuni ertalab o'zim soat 9:10 dan kechgacha ofisdaman. O'sha yangi chirchiq loyihasini sotuv bo'limida o'tiraman. Shu videoni ko'rganlar orasida mana 1 oyda ichida xohlagan odam kelsin, mana o'zim lishni kutib olaman. Xudo xolasa yangi sotib olgan xonadoniga bitta bo'lsa ham maishiy texnika o'zimning cho'ntagimdan bo'lsa ham qo'shib berishga harakat qilaman. Faqat kelganda meni so'rasa, mana kabinetimga kirishsin. O'zi shundoq ham arzon ekan. Tan olib aytish kerak, Farg'onadagi uylar ham bundan qimmatda, lekin shunda ham siz yana texnikaga ega bo'lishingiz mumkin. Agar ota-onasiga yoki aka-ukalariga Chirchiqdan uy xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi raqamlar bilan bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Aka, xodimlaringizdan eng ko'p talab qiladigan narsangiz nima? Xodimlardan eng ko'p talab qiladigan narsamiz mas'uliyat birinchi o'rinda. Ishiga bo'lgan mas'uliyat qanchalik yaxshi bo'lsa, shu vaqtida kelsa, aytilgan ish qilsa, biz rozimiz. O'sha oldingi bir intervyumizda kelganda kommentariylar juda ko'p narsaga negativlarga sabab bo'ldi. Bir ukamiz xodimimiz klient bilan gaplashib turganda o'rnidan turmaganini muhokama qilishdi odamlar. Menga demasa yota olmaydimi? Aytilgan rezultat qilsin, men roziman. Demak, siz xodimlarni qilayotgan natijasi bilan natijasiga qaraymiz. Rag'batlantirish ham natijaga qarab bo'ladi. Mayli, men kelganda o'rnidan turmasin, salom bermasin. Bu uni o'zini vaspitaniyasiga bog'liq narsa, tarbiyasiga bog'liq narsa, lekin ishdagi intizom birinchi o'rinda turishi kerak. Aka, bugungi ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'lasiz. Xursand bo'ldik. Kelib turinglar yana. Kelamiz albatta. Hurmatli tomoshabinlar, agar yangi Chirchiq loyihasidan xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Keyingi biznes qaysi biznesda yoritishni xohlaysiz, kommentariyada yozib qoldiring.